Ertalabdan kim bo'ldi ekan a? Alo? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshimisan? Sog'intirib yubording-ku. Men ham rosa sog'indim sizni. Qachon kelasan? Hozircha sir. Oyijon, Ha? tabriklang. Bakalavr diplomini oldim. Rostdanmi? Tabriklayman bolam. Hammasi a'lo. O'zimni aqlli qizalog'imdan. Rahmat oyijon. Dadam yaxshimilar? Ha, hozir dadasi, qizingiz tezroq. Qizim? Ha, Hozir. kela qoling. Alo. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom, meni ona qizim. Shakar qizim, tabriklayman. Meni aqlli qizim. Qachon qaytasan? 2 yildan keyin dadajon. Nima? 2 yildan keyin? Qanaqasiga? Menga bering. Hozir. Qizim, nimalar deyapsan? Magistraturaga kirmoqchiman. Qo'ysangchi, yetar shuncha o'qiganing. Dadam nima derkinlar? So'rab ko'ring. Mayli, agar qarshi bo'lsalar, qaytaveraman. Hozir dadangga beraman. Nima desangiz shu deyapti. Qizim, bilasan, seni intizorlik bilan kutayotgandik. Lekin o'ylab qarasam, balki uyga qaytib aytmoqchimanki, agar o'zing shu qarorga kelgan bo'lsang, mayli o'qiy qol. Rahmat dadajon. Yana 2 yil amallab chidarmiz. Nasib bo'lsa, o'zim ham borib sendan xabar olib kelarman. Onam bilan birga. Kelsangiz yaxshi bo'lardi. Sizni juda ham sog'indim. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Xo'p, ona qizim, xo'p. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turgin. Bo'lmasam kasal bo'lib qolaman. Dadajon, bu nima deganingiz? Hazillashsin, bolam, hazillashsin. Imtihonlarni yaxshi topshirib olgin, bolam. Rahmat dadajon, xayr. Xayr. Telefonni onangga beraman. Xo'p. Mayli Nargiza. Dadangga gapi gap, nimayam derdim. Xayr, omon bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p bo'ladi, xayr. Bo'lmasam men ishga boray. Doringizni ichdingizmi? Ichdim. Sizni kuzatib qo'yaman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hech narsa. Yaxshi qol onasi. Yaxshi qol. Marhamat. Zudlik bilan faks orqali jo'nating. Xo'p bo'ladi. Ayting, Akmaljon bilan Otabek meni oldimga kirishsin. Xo'p. Bellashuv qatnashchilari o'qish yillari davomida olgan o'zlarining bilimlarini, ko'nikmalarini ko'rsatish maqsadida bugungi ko'rik tanlovga tashrif buyurishgan. Demak, sizga qo'yiladigan bugungi ilk shartimiz siz mehmonxona hamda servirovka xizmatidan foydalanib, o'zingizning qanchalik uddaburon va bilimdon restoran hamda mehmonxona xodimasi ekanligingizni hay'at a'zolariga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi shartimiz esa eng mohir karving ustasi deb nomlanadi. Olgan bilimlaringizni amalda ko'rsatish vaqti keldi. Shartlarning har biriga 5 daqiqadan vaqt beriladi. Omad tilaymiz.
Yigitlar, xorijdan bir nechta delegatsiya kelyapti. Tezroq harakat qilishga to'g'ri keladi. Ular uchun maxsus taomlar pishirishimiz kerak. Xosiyat. Labbay. Nazoratni o'z zimmangizga olasiz, tushunarlimi? Demak, harakatni susaytirmanglar. Xo'p, bo'pti. Xo'p, Xolamda bor. qilamiz. Qani yigitlar, tezlashinglar. Hali Hop, qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Obbo. Nigora, Labbay. mana buni ol. Hozir. Nima o'tirish bu? Bu nima? Xonalarni tozalayotgandik. Unda bu nima? Bu xona 2 kun bo'sh edi, shunga bu xona emas. Mehmon bo'ladimi, yo'qmi, xonani kuniga 2 marta tozalab turishinglar shart. Xo'p. Boshqa takrorlanmasin. Endi esa diplom topshirish marosimiga o'tamiz. Demak, professor Ahmedov Omonulla Mitxatovich magistr G'ulomxo'jayev Eliyorni taqdirlaydilar. Marhamat, tashabbularingiz. Alo, rahmat. Tushundim, Akmal Rahimovich. Hammasi vaqtida tayyor bo'ladi. Rahmat sizga. Magistr Farida Muhammedovaning diplomini dotsent Nasim Rajabboyevich Narziqulov topshiradilar. Marhamat. Tabriklayman. Akmal Rahimovich Shamsiyev Ziyoda Abdullayevaga diplom topshiradilar. Marhamat. Tabriklayman. Bugungi faxriy mehmoningiz. Tabriklayman. Omad sizga. Eshitaman. Assalomu alaykum, Vohid Qodirovich. Va alaykum assalom. Sog' salomat bormisiz? Kechirasiz. Sizni tanimay turibman. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Tashakkur. Uzr, kimsiz? Qarang-a, bir paytlar qadrdon edik. Nahotki vafodor do'stingizni tanimagan bo'lsangiz. Eliyor. Ha, bu men. Menga qara. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Vohid Qodirovich, shu yerda adashyapsiz. Siz bilan chala qolgan ishlarimiz bor. Agar kompaniyaga yoki oilamga biror gap bo'ladigan bo'lsa, O'zingizni bosing. Asabiylashmang. Sizga siqilish mumkin emas. Asablaringiz hali ko'p kerak bo'ladi. ikki quloqing bilan eshitib ol. Agar yo'limga g'ov bo'lar ekansan, endi seni ayab o'tirmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni hech kim so'ramadimi? Sizga xorijdan telegramma kelgandi.
Rahmat, men xonamda bo'laman. Xo'p. Assalomu alaykum Otabek aka. Va alaykum assalom. Vaqt Qodirov o'zlaridami? Ha, o'zlarida. Marhamat. Mumkin Vaqt Qodirovich? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring, marhamat. To'g'ri sayyohlik kompaniyasidan kelyapman. Kelgusi chorak ish rejalari haqidagi ma'lumotnomani olib keldim. Mana, Yaxshi. hammasi shu yerda. Yaxshi. Men buni o'zimga ko'chirib olaman. Mazangiz qochdimi Vaqt Qodirovich? Doktor chaqiraymi? Yo'q. Hozir o'tib ketadi. Hech qisi yo'q. Siz mana bu rejalar bilan tanishib chiqsangiz, dushanba kuni majlis o'tkazamiz. Tushundim. Sizga ruxsat. Xo'p. Voy, kechirasiz. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Shoshyapman. Muhim ishim bor. Nam chatirga cho'milmasa. Labbay Vaqt Qodirovich. Haydovchiga ayting kelsin. Tushlikka uyga boraman. Xo'p bo'ladi. Voy qizlar, qaranglar. Chiroyli ekan-a? Ana unga qaranglar, yana xayolot ummoniga g'arq bo'ldi. Balki duganajonimiz Tohir akasi bilan hozir kelin kuyov libosida to'yxonaga kirib boryapgandir-a? Har doim ustimdan kulasizlar-a? Hazillashib ham bo'lmaydimi? Ha, arvoh ko'rganda qo'rqib ketdilaring. Opa, sizmidingiz? Eshikni sekinroq ochsangiz bo'lmaydimi? Ana u ilon keldimi deb o'ylabmiz. Namuncha hovliqmasangiz, opa? Nima dedi? Pardalarni almashtirar ekanmizmi? So'ra olmadim. Hali og'zimni ochmasimda, xonim qayoqqadir yasan-tusan qilib chiqib ketyapti. Shunaqa deng? Ha. Atrini eshididan bo'g'ilib o'lay dedim. Tushunarli, demay, Akmal akajonisi kelgandirda. Akmal akasi kelgandan keyin Shodiya deganlari ipakdek muloyim bo'lib qoladi-da. Sen ikkalang shu Akmal bilan Shodiyaga yopishib olding-a? Uf, voy, rostdanmi? Ular bir-birlarini sevishadimi? Voy, kim yo? Bir-birini emas, Shodiya uni sevib qolgan. Akmal aka esa unday noz-karashmalarga uchadiganlardan emas. Ilon bechoraning yurak sirlaridan xabari ham yo'qdir. Bo'ldi. Hozir kelib qolsa hammamizni dodimizni beradi. Bilasan-ku, pismayib keladigan odati bor. Voy bo'ldi, bas qillaring. Kim yo? Sen tez xonangga bor. Zebo. Ha? Senga aytgan xonani to'g'irladingmi? Xona? Ertaga nozik mehmonlar keladi. Kim yo? To'xta. Tez. Qachon aql kiradi bularga? Tozalash esimdan chiqdi. Bilasanmi, Komil? Mana shu koshonada ishlashni shunchalar orzu qilamanki. Ha, bu mehmonxona-ku. Bilaman, mehmonxonaligini. Diplomimni olishim bilan mana shu mehmonxonaga ishga kirmoqchiman. Yaxshi bo'lardi. Lekin bunaqa shohona joylarga har kimni ham olavermasa kerak. Nima deganing? Aytmoqchimanki, bunaqa katta mehmonxonalarga tanlov asosida qabul qilishadi. Rostdanmi? Ha? Ketmay turgin. Qayoqqa? Men hozir. Qayoqqa? Ziyoda? Tez chiqaman. Ziyoda? Shayton qizi nima qilmoqchi o'zi? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga haligi boshlig'ingiz bilan uchrashmoqchi edim. Direktorimiz bilanmi? Ha. U kishi nechinchi qavatda o'tiradi? 7-qavatda.
Kechirasiz, nima masala bo'yicha keldingiz? Ismim Ziyoda. Shaxsiy masala bo'yicha uchrashmoqchi edim. Qanday shaxsiy masala ekan? Iltimos, ko'p qolib ketmayman. Shunday kiraman, chiqaman. Tushundim. Eshik ana u tomonda. Ko'chaga chiqadigan eshik-ku. Tushungan qiz ekansiz. O'sha eshikdan qanchalik tez chiqib ketsangiz, o'zingizga shuncha yaxshi bo'lardi. Omon bo'ling. Rahmat. Xo'sh, xizmat. Qayoqqa? To'xtang. Assalomu alaykum. Vaqt Qodirovich, mumkinmi? Keling, mehmon, xizmat. Uzr, Vaqt Qodirovich. Yaxshi qiz, bu yerga kirish mumkin emas dedim. Mayli. Qola qolsin. Uzr, Eshitaman. haligi men. O'tiring, Maylimi? tortinmang. Rahmat. Ismim Ziyoda. Iqtisodiyot universitetini tugatganman. Avvalo xonangizga bostirib kirganim uchun uzr so'rayman sizdan. Bilasizmi, butun umr mana shu mehmonxonada ishlashni orzu qilganman. Butun umr deng. Hayotingiz endi boshlanyapti-ku, Ziyodaxon. Aytmoqchi edimki, o'qishni tugatganimdan beri. Yaxshi. Uzr. Kiringlar, marhamat, kiringlar. Kiraveringlar. Sizlar bilan ertangi majlis to'g'risida gaplashib olmoqchi edim. Bu qizchani ismi Ziyoda. Ziyodaxon. Bizni mehmonxonada ishlash niyati bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishimsizlar deyman. Ha, bu Ziyoda Abdullayeva. Iqtisodiyot universitetining bitiruvchisi. Tanlovdan g'olib bo'lib chiqqan. Shunaqa deng. Ha. Tabriklayman. Bo'lmasa sizga topshiriq Ziyodaxonni mehmonxonamiz bilan tanishtirsangiz va ishga kirish uchun qanday hujjatlar kerakligini hammasini tushuntirib bersangiz. Xo'pmi? Xo'p. Qizim, siz kutib turing. Albatta, katta rahmat Vaqt Qodirovich. Uzr. O'tiring. Sal g'alatiroq qiz ekanmi? Ha, yo'q. Yo'q, bu qizni dadil, beg'ubor desak to'g'riroq bo'lardi. Hali hayot chigalliklardan bexabar. Xonamga shiddat bilan kirib kelsa hayron bo'lib qolman. Bizni mehmonxonada ishlash niyati bor ekan. Mayli. Ishlasin. Bu qiz albatta niyatiga yetadi. Bilasizmi nega? Chunki u dadil. Hayotda aniq maqsadi bor. Xo'sh, bo'lmasa o'zimizni ishlardan gaplashaylik. Xayriyat, chiqdingmi? O'sha yerda butunlay qolib ketdingmi deb o'ylab turgandim. To'xtab tur. Nafasimni olsa bo'ling. Tinchlikmi Ziyoda? Ichkarida nima qilding? Tezroq gapir. Gapiravering. Hadi. Komil, meni tabrikla. Meni tabrikla, Komil. Orzumga erishdim. Darrov, ha? Direktor shunaqa yaxshi odam ekan, juda ham yaxshi inson ekan. Rostdanmi? Ha, to'xtab tur. Men bostirib kirgandim, ular dovdirab qoldilar nimagadir. Yo'q. Keyin ana u odam bor-ku. Qaysi? Menga diplom bergandi-ku, Akmal aka. Akmal akami? O'sha ham bor ekan, vaqtimga. Tabriklayman. Ketdik unda. Rahmat. Uygami Shohida opa? Kech qolib ketibsiz? Ha, bugun ishlar ko'payib ketdi, o'zingiz-chi? Bizni bilasiz-ku. Mayli, ishingiz unumli bo'lsin. Rahmat. O'zingiz ham yaxshi dam oling.
ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi? Kelinglar. Yaxshi dam oldinglarmi? Ha, Voy, zo'rg'a mana turdik. asal qizim, shakar qizim. O'tir o'g'lim, o'tir. Qani amin. Tinchlik xotirjam. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Nimaga hech narsa yemayapsiz? Onasi negadir keyingi paytlarda Ol qizim. sal oshqozondan bezovta qilyapti. Ishtahayam yo'q. Unda shifokorga borishingiz kerak, dada. Albatta. To'g'ri. Dadam ishlaydigan shifoxonaga olib bora qoling, Bekzod aka. Men o'zim qo'ng'iroq qilib qo'yaman. U yerda-chi, dadajon. Shunaqa yaxshi mutaxassislar ishlaydiki, tez kunda ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Onasijon. Qo'ysangizchi kelib dardimni sizlarga aytamanmi? Soppa-sog' odamni ham darrov kasalga chiqarasizlar, qo'yasizlar. Choy iching. Oz-moz farq etsam, hammasi o'zlari ketadi. Sog'lig'ingizga bunchalik beparvo bo'lmang. Har holda nabiralaringizga keraksiz. Ha, keksaliging bachama qilyapti shekilli, ha, onasi. Yo'q, unaqa demang. Mana shu nabiralarni to'yini ko'ring demoqchiman-da. Baxtimizga sog' bo'ling. Meni kelin bo'lganimni ko'rasiz. Mehribonim. Mora, uya. Unaqa demang. Bola farishta bo'ladi. Yaxshi. Sizlar ovqatlanaveringlar. Meni ertalabdan zarur majlisim bor. Xo'pmi o'g'lim? Xo'p. Borib tayyorgarligimni ko'ray. Kiyinib chiqaman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Voy ona qizim, meni asal qizim. Asosiy vazifam esimdan chiqay debdi-yu, ha? Esingizdan chiqmasin-da. O, onajonim. Boshingizga yaxshi borib keling, xo'pmi? Siz ham yaxshi borib keling degan. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshilab o'tirib. Men qara, nima kuyyapti? Nima? Meni buyurtmamiz qilib? Voy, esim qursin. Voy, hozir dadajonisi hozir. Har doim shu ahvol. Xumora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi kunda mamlakatimizning ko'p sohalari singari sayyohlik tarmog'i ham jadal rivojlanib bormoqda. Sayyohlarimizni yurtimizning milliy an'analari, urf-odatlari, boy tarixiy, madaniy va o'tmishimiz merosi, yangidan bunyod etilayotgan shaharlarimiz bilan tanishtirish bizdan juda ham ko'p e'tibor talab. Sir emaski, mamlakatimizning juda ham go'zal, betakror, rahmat, sayyohlarning diqqat e'tiborida bo'lib kelgan. Vaqt Qodirovich. Siz davom ettiring. Xo'p bo'ladi. Hammasi yaxshi. Demak, kompaniyaning kelgusi chorak ish rejalari bo'yicha Vaqt Qodirovich. Tez yordam chaqiringlar. Urishi sustlashib boryapti. Qon bosimi ham pasayib ketyapti. Sun'iy nafas oldirish uskunasini ulang. Tushundim. Demur, adrenalin, atrofin, tez. Hop. Bemorni yo'qotyapmiz. Defibrillatorni ulang. Razryad. Bemorning ko'z qorachig'i kengayapti. Razryadni oshiring. Hop. Razryad. Razryadni yana oshiring. Razryadni oshirdim. Razryad.
nahotki hammasi tamom.